Sizga stream uchun juda ham budjet mikrofon kerakmi? Boshqatdan beraman. Sizga stream uchun juda ham qulay narxdagi mikrofon kerakmi? Marhamat, sizlar bilan Retragon Pulsar deb nomlangan qulay narxdagi stream uchun mo'ljallangan, qolaversa shunchaki darslik yozmoqchi bo'lsanglar, xullas mikrofon kerak bo'lsa budjet narxda mana shuni xarid qilishingiz mumkin. O'zi puliga arziydi, arzimasligini videoni oxirigacha ko'rsanglar bilib olishingiz mumkin. Albatta test qilamiz. Xo'p, mikrofonimizni ko'rishimiz mumkin. Qadoq tarkibida korobkasi, o'zini yo'riqnomasi va mikrofonimiz o'zi chiqadi, ya'ni kabel alohida emas. Xuddi Razer Series Mini degan mikrofon bor edi. Xuddi shundan ilhomlanib dizayn qilishgan, yana ham qulayroq qilib fishkalarni qo'shishgan. Buni videoni oxirigacha ko'rsanglar bilib olishingiz mumkin. Hozir buni kompyuterga ulaymiz, sababi tegida chiroyli o'zini RGB podsvetkasi bor. Xo'p, ko'rishimiz mumkin, ushbu mikrofonimiz juda ham qulay, ixcham dizaynda ishlangan. Mikrofon orqali 100 Hz dan 16000 Hz gacha bo'lgan ovozlarni yozishingiz mumkin ekan. Undan ham tashqari oldiga e'tibor beradigan bo'lsak, o'sha Razerga qaraganda ikkita qo'shimcha knopkasi bor. Birinchisi bu bitta bosamiz. Misol uchun o'ynab o'tiribsizlar, kimdir gapirib qoldi, o'g'lim qaravordi, stream qilyapsizlar. Shunaqa paytda bitta bosasizlar-da, uydagina oldiga chiqib kelsanglar bo'ladi. Yana qayta bitta bosasizlar, shundan keyin o'ynab ketsanglar bo'ladi. Ya'ni o'chirib yoqish knopkasi bu kerak. Razerda bu narsasi yo'q edi. Undan keyin yana bitta ajoyib funksiya qo'shishibdiki, ya'ni tasavvur qilinglar, yoningizda misol uchun uyda kimdir uzoqda plysos qilyapti yoki boshqa ish qilib yuribdi. Ya'ni qanaqadir ozgina shovqin bor. Mana shu knopkani bitta bossanglar, ana undan keyin noise cancellation funksiyasi ishlashni boshlar ekan, ya'ni atrofdagi shumni birmuncha yozmas ekan. Buni hozir sal turib sizlar bilan tekshirib ko'ramiz. Ya'ni telefondan shahar shovqinini qo'yamizda, qanchalik tozalar ekan, buni ham tekshirib ko'ramiz. Uni pastida esa bizda to'g'ridan-to'g'ri yozayotgan ovozimizni qanaqa eshitilayotganini bilishimiz uchun 3,5 mm li audio jack tuynuk tashab ketgan. Ya'ni naushnik ulab eshitishimiz uchun ovoz qanaqa yozilayotganini. Mana o'zingizlarga qaratib olasizlar, chunki bu ya'ni 180 gradus barchasini yozmaydi, asosan mana shu oraliqni, ya'ni o'zini oldidagi oralig'ini yozadi. Undan tashqari bemalol oldinga, orqaga regrovka qilsanglar bo'lar ekan. Ya'ni chapga, o'ngga bo'lmas ekan, faqat oldinga, orqaga. Mana orqa-orqa qo'yib qo'yib, mana hozir sizlar bilan birgalikda aynan mana shu Retragon mikrofoniga ovozimizni yozmoqdamiz. Hozir Premiere Pro orqali. Premiere Proda buni nomi, misol uchun Retragon o'zini modeli, ya'ni Pulsar bo'lib chiqmas ekan, GM, ya'ni GM 303 deb yozilgan bo'lib chiqar ekan. O'zingizlar ovozini sifatini eshitib ko'rmoqdasiz. Ya'ni noise cancellation o'chirib qo'ying, chunki baribir noise cancellation ishlatgan paytingizda ozgina ovoz sifatini pasaytirishi mumkin. Mana hozir eshitayotganinglar aynan mana shu mikrofonda biz ovozni yozmoqdamiz. Kelinglar, ana endi telefondan birorta shahar shovqinini qo'yamizda tekshirib ko'ramiz. Shahar shovqinini ovozini qo'ydik, ana endi noise cancellationni ham yoqib ko'ramiz. Yoqdik, qani ko'ramiz, qani ovozimni qanaqa yozmoqda. Shahar shovqinini ovozini kamaytirdim, yo'q. Mana o'zim ham buni montaj paytida eshitib ko'raman. Marhamat, ishlayaptimi yo'qmi, o'zingizlar hozir bevosita eshitib ko'rmoqdasiz. Xo'p, shu mikrofonimizda kabelidan muammo yo'q desak bo'ladi. Ya'ni kabelning uzunligi bizda 1.8 metr hisoblanadi. Ya'ni bemalol kompyuterga pastda turgan bo'lsa ham kabel uzunligi uchun yetadi demoqchiman. Undan tashqari mikrofonimizning sezuvchanligi bizda -32 desibel ekan. Ya'ni bu degani baribir budjet jihatdan olib qarasak juda ham past shivirlab gapirishlar, ya'ni aynan aytmoqchi bo'lganim, undan ham tashqari past chastotalarni unchalik yaxshi yoza olmaydi. Muhimi aynan ovoz yozmoqchi bo'lganlar, darslikmi, YouTube uchun kontent qilmoqchisizlar yoki o'yin o'ynayotganda shunchaki sizlarga qo'shimcha mikrofon kerak bo'ladigan bo'lsa, marhamat, sizlarga bitta zo'r variant deyishimiz mumkin. Muhimi pastki qismida mana o'zini chiroyli RGB podsvetkasi bor. Undan ham tashqari pasti yaxshi rezinka qilingan, ya'ni unchalik sirg'anchiq emas. Ya'ni yaxshi turadi kompyuter storiesda ham. Pulsar nomli mikrofon. Agar ushbu kontent sizga yoqqan bo'lsa, kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring. Biz esa Retragon yana qolgan mikrofonlarni ham video tahlilini qilishga harakat qilamiz. Albatta arzon mikrofon qattan topsam ekan deb yurgan yaqin do'stingizga shu videoni yuborib qo'yish albatta esingizdan chiqmasin. Ushbu mikrofonni ishlatib ko'rgan bo'lsanglar, kommentariyada yaxshi, yomon jihatlarini yozib ketinglar. Agar mikrofon yoqqan bo'lsa, albatta Edge Computers orqali xarid qilishingiz mumkin. Keyingi videolarda ko'rishguncha.